Ozoda Nursaidovaning klipi syomkasida nogironga aylangan aktrisa voqeasi aslida nima bo'lgan edi? Ijtimoiy tarmoqlarda 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabbor va Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipi suratga olish jarayonida avtomobil urib ketishi oqibatida nogironga aylangani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu holat internet foydalanuvchilarining keng muhokamalariga sabab bo'ldi. Aslida voqea qanday yuz bergan edi? Daryo klipni suratga olgan ijtimoiy guruh bilan bog'lanib vaziyatga oydinlik kiritdi. Voqea aslida qanday bo'ldi? Baxtsiz hodisa 2024-yilning 7-noyabr kuni ro'y bergan. Klipda suratga tushayotgan voyaga yetmagan qiz Sevinch Ma'rufovna Gelandewagen rusumli avtomobilni boshqarib, boshqa bir aktrisa Sabrina Jabborovani bosib ketgan. Oqibatda nogiron bo'lib qolgan Sabrina oyoqqa turishga yordam so'raganida faqat quruq va'dalar va tahdidlarni olganini yozib jamoatchilikka murojaat qilgan. 9 soatlik operatsiya va 7 sm qisqargan oyoq. Sabrinaning so'zlariga ko'ra, Mercedes-Benz Gelik boshqaruvida voyaga yetmagan boshqa aktrisa Sevinch bo'lgan. U ham klipda suratga tushgan. Voyaga yetmagan aktrisa operator va rejissyor Shuhrat Mavlonovning ko'rsatmasi bilan gaz pedalini bosgan. Biroq o'sha paytda mashina boshqaruvini yo'qotgan. Mashinaning g'ildiraklari Sabrina ustidan 2 marta o'tib ketdi. Oldingi g'ildiragi butunlay uni ustidan o'tgan, orqa g'ildiragi esa qizning ustida aylanib ketgan. Voqea natijasida Sabrinaning tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan, deyiladi Jabborovaning Instagramdagi sahifasida qoldirilgan ma'lumotlarda. Sabrina Jabborovaning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida $500 to'lab turgan. Men rejissyor bo'lmaganman, tuhmat qilishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda klip rejissyori deya tilga olinayotgan Shuhrat Mavlonov bilan bog'landik. U bu gaplardan qattiq ranjigani, chunki qizni mashinaga o'tirishga u buyruq bermagani haqida gapirdi. Aslida bu qiz masofka bo'lib kelgan. Uni ko'rganim yo'q, chunki men ham syomkaga rejissyor emas, shunchaki operator sifatida chaqirilganman. Uni mashinaga o'tkazgan Ahad Qayum bo'ladi. Mening vazifam motor stop va olindi deyish. Bu narsalarni kimdir uyushtiryapti. Tishimga qaraganda maqsad boshqa, uy mashina olib berish haqida gaplar bo'lganmish. Men klipda rejissyor bo'lmaganman, operatorman. Menga nisbatan tuhmat qilishyapti. Hali hammasi qonun oldida javob beradi, dedi Shuhrat Mavlonov. Ozoda Nursaidova klip buyurtmachisi. U suratga olish maydonchasida ishtirok etmagan. Ssenariyda qizning mashina sahnasi yo'q edi. U shunchaki mashinadan tushib kelishi kerak edi. U nega rolga o'tirgan va nega ssenariy o'zgargan menga qorong'u. Baxtsiz voqea sodir bo'lganidan keyin u yerga yetib bordim va tez yordam mashinasida uni kasalxonaga olib bordik. Ayrim blogerlar aytganidek, qizga e'tiborsiz bo'linmagan, chunki u tibbiyot instituti hududida olingan. Tez yordam kelguniga qadar ham qizga yordam ko'rsatilgan. Keyin 3 litr qon yo'qotdi degan gaplar ham yolg'on. Operatsiyaning yakunlanganiga qadar hammamiz o'sha yerda bo'ldik. Hatto roldagi qiz ham ota-onasi bilan o'sha yerda edi. Ozoda Nursaidova yordam beramiz. Yosh qiz ekan, oyoqqa turib ketishi kerak deb aytadi. Ijtimoiy guruh ham qarab turgani yo'q. Sharoiti yo'q, ijara uyda turarkan kravat, televizor kabi kerakli buyumlarni oldik. Har oy ijara puliga qo'shib xarajatlarni ham pul yetkazib turibmiz, deydi Ozoda Nursaidova. Ahad Qayum negadir jim. Qizlarni suratga olish maydonchasiga shoir va rejissyor sifatida tanilgan Ahad Qayum taklif etgani va aynan voyaga yetmagan aktrisani mashina roliga o'tirishga u buyruq bergani haqida aytishdi. Ammo ko'plab urinishlarimiz ham samara bermadi. U bilan bog'lana olmadik. Haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi. Yo'qotilgan sog'liq o'rnini topish ham mushkul. Qizning bir necha oydan buyon to'shakka mixlangani va bir oyog'i ikkinchisidan kalta bo'lib qolgani ham ayni haqiqat.
Voqealarni kuzatishda davom etamiz va adolatli yechimni kutamiz. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.